Tanbihul g'ofilin. Nabiy va rasullarning sayyidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni. 6-bob. Jannatning va jannat ahlining sifatlari. Abu Lays Samarqandiy aytadi. Abu Hurayra Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qiladi. Dediki: "Yo Rasululloh, jannat nimadan yaratilgan?" Ul zot aytdilar: "Suvdan." "Yo Rasululloh, jannatning binosidan bizga xabar bering." Rasululloh aytdilar: "Jannat tillo va kumush g'ishtlardandir. Uning loyi yangi mushkdan, tuprog'i za'farondan, uning kichkina toshchalari marvarid va yoqutdandir. Kim unga kirsa ne'matlanadi, noumid bo'lmaydi va abadiy qoladi. O'lmaydi, kiyimi ho'l bo'lmaydi va hech ham yoshligi ketmaydi." So'ng yana aytdilar: 3 nafar kishilarning duosi qaytarilmaydi. Adolatli podshohlarning, og'zini ochayotgan ro'zadorning va mazlumning duosi. Chunki uning duosi bulut ustiga ko'tariladi. Alloh unga qarab aytadi: "Izzatim va ulug'ligimga qasamki, albatta senga yordam beraman, agar keyinchalik bo'lsa ham." Faqih aytadi. Abu Hurayra Alloh undan rozi bo'lsin, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Jannatda bir daraxt bor. Biror ulovga mingan yo'lovchi uning soyasida 100 yil yursa ham oxiriga yetmaydi. Xohlasangizlar mana o'qing. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz butazorlarda, tizilgan bananzorlarda, uzaygan soyada, oqizib qo'yilgan suv bo'yida. Voqea surasi 27-32 oyatlar. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning ko'ngliga kelmagan narsalar bor. Xohlasangizlar o'qing. Bas, ularning qilib o'tgan amallariga mukofot qilib, ular uchun berkitib qo'yilgan ko'zlar quvonchini, oxirat ne'matini biron jon bilmas. Sajda surasi 17-oyat. Albatta jannatdagi qamchidek joy dunyodan va undagi hamma narsalardan yaxshidir. Xohlasangizlar o'qing. Bas, kim do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodatga erishgan. Oli Imron surasi 185-oyat. Ibn Abbos Alloh undan rozi bo'lsin aytadi. Jannatda bir xur bor. Uni ovunchoq deb atashadi. U 4 narsadan: mushk, anbar, kofur va za'farondan yaralgan. Uning loyi hayot suvidan qorilgan. Alloh unga bo'l degan bo'lgan va hamma xurlar unga oshiqdirlar. Agar o'sha xur dengizga bir marta tuflasa, uning suvi shirin bo'lib qoladi. Uning bo'yniga yozilgan: kim menga yetishmoqni istasa, Allohimga itoat qilsin. Mujohid aytadi: jannatning yeri kumushdan, uning tuprog'i mushkdan, daraxtlarining tomirlari oltin va kumushdandir. Shoxlari marvarid va zabarjatdan, barglari va mevalari ham shulardandir. Kimki tik turib yesa, unga ozor yetmaydi. Kim o'tirib yesa, unga ham ozor yetmaydi. Yotib yesa ham ozor yetmaydi. Keyin bu oyatni o'qidi. Jannat soyalari ularga yaqin va mevalari ham o'zib tanovul qilish oson bo'lishi uchun egib qo'yilgan bo'lur. Inson surasi 14-oyat. Ya'ni uning mevalari yaqin qilinib, uni yotib ham, turib ham, o'tirib ham yeyilaveradi. Abu Hurayra Alloh undan rozi bo'lsin aytadi. Qur'onni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirgan zotga qasamki, jannat ahllarining chiroylari va husullari ziyodalashib boraveradi. Mana bu dunyoda qarilik ziyodalashgandek. Faqih aytadi. Suhaybdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: jannat egalari jannatga, do'zax egalari do'zaxga kirgach, chaqirguvchi nido qiladi: ey jannat egalari,
Alloh taolo sizlarga va'da qilgan narsalarni bermoqni xohlaydi. Ular aytdilar: "U nimadir? Axir tarozularimizni og'ir qilmadimi? Ko'zimizni oq yorug' qilmadimi? Do'zaxdan chiqarib jannatga kirgizmadimi? Yana nima beradi?" So'ngra aytdi: "Hijobni ochadi." Unga qaraydilar. Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularga berilgan narsalarning eng yaxshirog'i Allohning yuzini ko'rishdir. Anas ibn Malik Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qiladi. Jabroil alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldilariga oq oyna olib keldi. Unda bitta qora nuqta bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Yo Jabroil, bu qanday oq oyna?" dedilar. U aytdi: "Bu jumadir. Qora nuqta jumada qoyim bo'ladigan vaqt. Bu sizga va qavmingizga oldingi qavmlardan ortiq qilingan jumadir. U oldingilar Nasoro va Yahudlardir. Bu jumada bir soat bor. Shu soatda mo'min banda Allohdan nimaiki so'rasa, Alloh istijob qiladi va har qanday yomonlikdan panoh tilasa, o'shandan panoh beradi. Bu juma mening nazdimda ziyoda qilingan kundir." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ziyodalashgan kun nimadir?" Jabroil aytdi: "Albatta Robbingiz Firdavsda bir vodiyni olgan. Unda mushkdan tepalik bor. Juma kuni bo'lsa, payg'ambar nuridan bo'lgan minbarlar bilan qoplanadi. Nur minbarlari tillo minbarlardir. Yoqut va zabarjatlar bilan o'ralgan. Unda siddiqlar, shahidlar, solihlar turadilar. Qur'on ahli xonalardan chiqadilar. O'sha mushkli tepalikda sohiblardan keyin kelib o'tirishadi. Robbilari oldiga to'planishadi. Ular Allohga hamd o'qiydilar, sano aytadilar. Alloh taolo ularga: "Mendan so'ranglar" deydi. Aytishadiki: "Sendan roziligingni so'raymiz." Shunda Alloh: "Sizlardan roziman. Sizlarga jannatni, hovlimni ziynatladim. Sizlarga barcha ne'matlarimni yetkazdim." Keyin ularga o'zining ravshanligini ko'rsatadi va Alloh taolo bergan kunlarining ichida eng yaxshirog'i juma bo'lib qoldi, saxovatdan ziyoda qilgani uchun. Xabarda rivoyat qilinadi: albatta Alloh taolo maloikalarga do'stlarimni taomlantiringlar deb aytar ekan. Turli xil taomlar keltiriladi. Har bir luqmalarida boshqalarda yo'q lazzatni topadilar. Taomdan forig' bo'lishgan bo'lsalar, bandalarimning chanqog'ini qondiringlar deydi. Ichimliklar keltirishar ekan. Har bir ichimlikning ikkinchi ichimlikda topilmaydigan lazzati bo'ladi. Undan ham forig' bo'lsalar, Alloh aytadi: "Men sizlarning Robbingizdirman. Sizlarga bergan va'damga sodiq bo'ldim. Bas, sizlar so'ranglar, bergayman." Ular aytdilar: "Yo Rabb, sening roziligingni so'raymiz" deya 2-3 marta aytishadi. So'ngra Alloh taolo: "Sizlardan rozi bo'ldim. Menda ziyoda qilingan narsalar bor. Bu karomatlarimdan ham kattarog'i bilan sizlarni bugun ikrom qilgayman" deb hijobni ochadi. Allohga xohlagancha qaraydilar. Unga sajda qilgan holda o'zlarini tashlaydilar. Ular sajdada Alloh taolo xohlagancha bo'lishadi. Keyin ularga aytadi: "Boshlaringizni ko'taring. Bu joy ibodat qiladigan joy emas." Ular jannatdagi barcha ne'matlarni unutishadi. Bu qarash boshqa ne'matlardan eng yaxshi, sevimli bo'lgani uchun. So'ng qaytishadi. Arshning ostidan qattiq shamol esib, mushk tepaligidagi mushkni ularning boshlariga, otlarining peshonalariga sochadi. Ahillarga qaytgandan keyin xotinlari ularni oldin ko'rgan suratlardan ham husnli, ajoyib suratda ko'radilar. Ularga aytadilar: "Sizlar oldingi bo'lganlaringizdan ham ko'ra yaxshiroq bo'lib qaytdingizlar." Faqih Alloh rahmat qilsin aytadi: "Hijobni ko'tardi" deganda hijob so'zidan murod ularning ustidagi hijobdir.
Bu shunday to'siqdirki, Alloh taolo qarashdan ularni berkitib turadi. Ammo ular qaraydilar so'zi ba'zilar aytishganidek, Allohning oldin ko'rsatmagan karomatiga qarashdir. Ko'p ahli ilmlar u zohiriydir, uni kayfiyatsiz va o'xshatishsiz ko'radilar. Dunyoda buni o'xshatishsiz bilganlaridek deganlar. Ikrima aytadi: jannat ahllari 33 yoshli yigitlar kabidir. Ularning erkagu ayoli bir xil yoshdadir. Ularning bo'ylari otalari Odam alayhissalomning bo'ylaridek 60 gazdir. Mo'ylov soqolsiz 33 yoshli yigitlardir. Ularning eginida 70 ta kiyim bo'ladi. Har bir kiyim har soatda 70 rangda tovlanib turadi. Er o'z aksini xotinining yuzida, ko'kragida, sochida ko'radi. Xotini ham yuzini erining yuzida, ko'kragida, sochida ko'radi. U yerda qonlari oqmaydi, burunlarini qoqmaydilar. Bundan boshqa aziyatlar, ya'ni siydik, axlat chiqarishlar bo'lmaydi. Xabarda keladi: agar ahli jannat ayollaridan biri kaftini osmondan chiqarsa, osmon va yer orasi nurlanib ketadi. Faqih aytadi, Zayd ibn Arqam aytadi: ahli kitobdan bir kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelib, ahli jannatlar yeyishadi va ichishadi deb o'ylaysanmi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: ha, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ahli jannatlarning har biriga 100 kishi yeydigan ovqatning kuchini, 100 kishi ichadigan suvning kuchini, 100 kishi jimo qiladigan quvvatini beradi. U aytdi: yesa, ichsa, unga qazoyi hojatga rag'bat bo'ladi. Jannat yaxshi, toza joy. Unda aziyatlar bo'lmaydi-ku. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: ularning hojati ter chiqishidir. U mushkning hidi kabi bo'ladi. Faqih aytadi: Mu'tab ibn Sami Alloh taoloning iymon keltirib yaxshi amallar qilgan zotlar uchun xushnudlik va go'zal oqibat jannat bordir. Ra'd surasi 29-oyat degan so'zi haqida deydi. Jannatdan murod jannatdagi bir daraxtdir. Jannatdagi hamma uylar uning shoxlari soyasida turadi. Uning turli xil mevalari bor. Unga xuddi ho'kizdek qush qo'nadi. Jannat ahllaridan biron kishi o'sha qushni xohlasa, uni chaqiradi. So'ng dasturxonga taom bo'lib tushadi. Go'shtning quritilgan tomonidan va yana boshqa pishirilgan tomonidan yeyaveradi. Keyin qush qaytib ketadi. Amash Abu Hurayradan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: mening ummatimdan jannatga birinchi kiradigan toifa Badr kechasidagi oy suratida kiradi. Keyingilari esa osmondagi eng yorqin yulduz suratida kiradi. Undan keyin kirayotganlar darajalarga qarab kiraveradi. Ular bavil qilmaydilar va hojat chiqarishga hojatlari bo'lmaydi. Tupurmaydilar, burunlarini ham qoqmaydilar. Tirnoqlari tillodandir. Ichadigan idishlari marvaritdir. Terlari mushkdir. Axloqlari bir kishi axloqida qurilgan, ya'ni hammasi bir xil. Uzunliklari Odam alayhissalom bo'ylari kabi 60 gazdir. Ibn Abbos Alloh undan rozi bo'lsin aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: albatta ahli jannatlar soqolsiz, yungsiz yigitlar bo'ladi. Ulardan 2 qoshi, 2 kiprigi va boshidagi sochdan boshqa soch yo'q. Ya'ni ularda qo'ltiq tuki va avrat tuklari bo'lmaydi. Bo'ylari Odam alayhissalom bo'ylaridek 60 gaz bo'ladi. Yoshlari Iso alayhissalom yoshlaridek 33 dir. Ranglari oq, kiyimlari yashildir. Jannat ahllaridan biri dasturxonga 2 qo'lini olib kelsa, bir qush kelib deydi: ey Allohning do'sti, men Salsabil bulog'idan suv ichganman. Arshning tagidagi bog'larda o'tlaganman. 2 tomonlama ta'mi bor. Biri suvda pishirilgan go'sht ta'mi, ikkinchisi qovurilgan go'sht ta'midir. Xohlagancha yeydi. Jannat ahlining 70 kiyimi bor. Ularning ranglari turli tumandir. Ularning barmoqlarida 10 ta uzuk bor.
Birinchisiga mana bu oyat yozilgan: Alloh yo'lida sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli endi bu jannatlarda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgay. Ra'd surasi 24-oyat. Ikkinchi uzukda jannatga tinchlik bilan sog'-omon kiringlar. Hijr surasi 46-oyat. Uchinchisiga qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Zuhruf surasi 72-oyat. To'rtinchisida sizlardan g'am va xafalik ko'tarildi. Beshinchisida sizlarga chiroyli taqinchoq va kiyimlar kiygizdik. Oltinchisida sizlarni hurlarga uylantirdik. Yettinchisida u joyda ko'ngillar tilaydigan va ko'zlar lazzatlanadigan barcha narsa bordir. Sizlar u joyda mangu qolursiz. Zuhruf surasi 71-oyat. Sakkizinchisida payg'ambar va siddiqlar bilan yo'ldosh bo'lgaysizlar. To'qqizinchisida yigitlikka qaytgaysizlar, qaramaysizlar. O'ninchisida qo'shnilikda turasizlar, lekin qo'shnilardan aziyat bo'lmaydi. Faqih Alloh rahmat qilsin aytadi: kim bu ne'matlarga yetishni xohlasa, quyidagi 5 narsada bardavom bo'lishi kerak. Birinchisi, o'z nafsini gunohlardan qaytarish kerak. Alloh taolo aytadi: endi kim hayoti dunyodalik paytida qiyomat mahshargohda Parvardigorning huzurida turishdan va u zotga hisob kitob berishdan qo'rqqan va nafsini havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina u uchun joy bo'lur. Va Naziyat surasi 40-41-oyatlar. Ikkinchisi, dunyoda berilgan ozgina ne'mat bo'lsa ham unga rozi bo'lmog'i. Xabarda rivoyat qilindiki, jannatning qiymati dunyoni tashlashdir. Uchinchisi, toat ibodatlarga qattiq xaris bo'lishi kerakdir. Toatning hammasiga intiladi. O'sha toatlar mag'firat va jannatning vojibligi uchun bir sabab bo'lib qoladi. Alloh taolo aytadi: qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Zuhruf surasi 72-oyat. Boshqa bir oyatda ana o'shalar jannat egalari bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bu ular qilib o'tgan amallarining mukofotidir. Ahqof surasi 14-oyat. Albatta nimaga erishsalar, toatda ijtihod bilan erishadilar. To'rtinchisi, yaxshilik ahllarini va solihlarni do'st tutishi, sevishi, ular bilan qo'shilib ketishi, ular bilan o'tirishi kerak bo'ladi. Albatta ularning bittasi uning gunohlari kechirilsa, do'stlariga va og'aynilariga shafoatda bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinganidek, do'stlarni ko'paytiringlar. Albatta qiyomat kunida har bir birodar uchun shafoat qilish bordir. Beshinchisi, duoni ko'paytirish. Alloh taolodan jannat bilan rizqlantirishini va uning oxirini yaxshilikka olib borishini so'rashdir. Ba'zi hakimlar aytishadi: savoblarni bilib turib dunyoga tayanish ilmsizlikdir. Amallardagi savobni bilib turib o'sha amallarda harakatni tashlash ojizlikdir. Jannatda rohat bor. Unga bu dunyoda rohati bo'lmagan yetishadi. Jannatda boylik bor. Unga dunyoning haqir narsalarini tark etgan kishi va dunyoning ozginasiga qanoat qilgan kishigina yetadi. Zikr qilinadiki, bir zohid nonsiz tuz bilan ko'kat yeyotgan edi. Bir kishi aytdi: "Shu narsaga qanoat qilasanmi?" U shunday javob beribdi: "Men dunyoni jannat uchun qildim. Sen dunyoni axlat uchun qilding. Ya'ni yaxshi narsalar yeysan, axlatga aylanadi. Men toat ibodatga quvvatim yetganchalik yeyman. Shoyatki jannati kishiga aylansam." Ibrohim ibn Adhamdan Alloh u zotni rahmat qilsin zikr qilinadi. U kishi hammomga kirmoqchi bo'ldi. Hammomga u kishini qo'yishmadi. Pulini to'lasang keyin kirasan deyishdi. Ibrohim Adham yig'ladi va aytdiki: "Ya Alloh, meni shaytonlarning uyiga pulsiz kirgani qo'yishmayapti. Qanday qilib men nabiylar va siddiqlar uyiga to'lovsiz kiraman?" Zikrda keladi: ba'zi nabiylarga
Alloh bu so'zlarni tushirgan: ey odam farzandi, do'zaxni qimmat pulga sotib olasan u jannatni arzon pulga ham olmaysan. Buning tafsiri, albatta bir fosiq boshqa bir fosiqni ziyofat qilishni xohlasa, ko'pincha o'shanga 100-200 dirham pul sarflaydi. U bu bilan do'zaxni qimmat pulga sotib oladi. Agar ziyofatni Alloh taolo uchun qilib 1-2 dirham sarf etsa, muhtoj kishilarni chaqirsa, shu qilgan ishi jannat puli bo'ladi. Abu Hozimdan rivoyat qilindi. Agar dunyodagi yaxshi narsalarni tark etib, shu bilan jannatga kirish mumkin bo'lsa, bu narsalar jannatga yetishish yo'lida yengillik bo'ladi. Agar do'zaxdan najot topish uchun dunyoning barcha musibatlarini ko'tarib bo'lsa ham najot topsa, bu tomondan yengillik bo'ladi. Endi 1000 ta yaxshi ko'rgan narsalaringdan bittasini tashlab jannatga kirsang-u, senga makruh bo'lgan narsadan bir bo'lagini olib do'zaxga kirsang qanday bo'lardi? Yahyo ibn Muoz ar-Roziy aytadi: dunyoni tark etish qiyindir, jannatni tashlash undan ham qiyinroqdir. Albatta jannatning mahri dunyoni tashlashdir. Anas ibn Malikdan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: kim Alloh taolodan 3 marotaba jannatni so'rasa, jannat aytadi: ey Alloh, jannatga kirgiz uni. Kim Allohdan do'zaxdan omon saqlashni 3 marotaba so'rasa, do'zax aytadi: ey Parvardigor, uni do'zaxdan uzoq qil. Allohdan bizlarni do'zaxdan asrashini, undan uzoq qilishini va jannatga kiritishini so'raymiz. U yerda birodarlar bilan ko'rishib, yig'ilishdan boshqa narsa bo'lmaganda ham qanchalik shinam va rohat baxsh joy bo'lishi muqarrar edi. Alloh u yerga baxsh etgan karomat va muruvvatlarning esa chegarasi yo'q. Anas ibn Malikdan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: jannatda bozorlar bor. Unda olish ham yo'q, sotish ham yo'q. To'p-to'p bo'lib yig'ilishadi. Dunyo qanday bo'lganini eslaydilar. Robbilariga qilgan ibodatlarning qanday bo'lganini, dunyoda kambag'allar va boylar qanday bo'lganini va o'lim qanday bo'lganini, qanday qilib uzoq mehnatlardan keyin jannatiy kishilarga aylantirilganlarini eslashadi. Ibn Mas'ud, Alloh undan rozi bo'lsin, aytadi: hamma insonlar sirotga kelishadi. Ularning yurishlari do'zax atrofidadir. Keyin ular amallariga qarab sirotdan o'tishadi. Ba'zilari chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari qushlardek, ba'zilari uchqur otlardek, ba'zilari yo'rg'a tuyadek, ba'zilari chopqir odamdek o'tishadi. Oxirgilari oyoqlarining barmoqlari bilan o'tadi. Yana birlari sirotdan qaltirab o'tadi. Sirot sirpanchiq, silliqdir. Uning o'tkirligi qilichning o'tkirligidek. Unda tikanlar, ignadek qattiq tikonli o'simliklar bor. Ikki tomonda maloikalar turishadi. Ularda olovdan yasalgan ilgaklar bo'ladi. U bilan odamlarni tortib oladilar. Uning orasidan, sirot ustidan agar tirnalib, terilari qonagan bo'lsa ham, o'tgan kishi najot topgandir. Uning orasida pastga tushib ketgan kishi do'zaxiydir. Maloikalar aytishadi: ey Parvardigor, salomat qil, salomat qil. Oxirgi kishi o'tadi. Shu oxirgi kishi jannat ahlidandir. Vaqtiki sirotdan o'tsa, jannat darvozasiga ko'tariladi. U o'zining jannatda o'rni borligini bilmaydi. O'sha yerga qarab aytarkan: meni u yerga yaxshi joyga tushirgan. Alloh aytar ekan: agar seni u yerga tushirsam, boshqasini so'ramaysanmi? U aytarkan: yo'q, so'ramayman. Sening ulug'liging haqqi. Unga tushirarkan. Keyin jannatdagi boshqa o'rinlar unga ko'rsatiladi. Oldin ko'rib, so'ragandan keyin bergani unga yaxshi tuyulmay qolar ekan. U yana aytarkan: ey Robbim, meni u yerga tushirgin. Agar seni o'sha joyga tushirsam, boshqasini so'raysan. U aytadi: yo'q, sening ulug'ligingga qasamki so'ramayman. Uni tushirarkan. Keyin 4-jannatga ko'tariladi. 4-yetganda
unga oldin berilgan hamma narsalarda kamchilik ko'rarkan. Keyin jim turarkan, so'ramas ekan. Unga aytisharkan: "So'ramaysanmi?" So'rar edimi, lekin uyalaman. Alloh taolo aytarkan: "Senga bu joy dunyo misolidan 10tasidir. Bu ahli jannatning eng past joyidir." Abdulloh ibn Mas'ud aytadi: Payg'ambar alayhissalom mana shu qissani gapirganlarida kular edilar. Kulganlarida muborak tishlari ko'rinib ketardi. Yana xabarda keladi: dunyodagi xotinlar dunyodagi yaxshi amallari bilan jannatdagi hurlardan afzal qilinadi. Alloh taolo aytadi: darvoqe biz ularni ohu ko'z hurlarini daf'atan paydo qildik. So'ng ularni o'ng tomon egalari uchun yoshda ham, jamolda va qaddu qomatda ham bir-biriga teng ehtirosli bokira qizlar qilib qo'ydik. Voqea surasi